Endi ikkinchi hikoyaga kelaylik. İkinci hikoya mushu bizning fransuzlarning to'pi bor. Bu to'pda bir qiziqarli bolalar bor. Shularning orasidagi bir ikkisi shu og'in bolalar bilan bir uchrashib, Saypiyoning nomerini bir so'rab olsak deb shuni orzu qildi ekanda. Endi mush to'g'risida bir hikoya bor. Bu hikoya bir qiz to'rlashning beshidan o'tganki, bu yo'ldoshi bilan to'y qilib, bir uyni elib ko'chib kiribdi. Ko'chib kirgandan keyin endi bu qiz hech qanday emas beshida. Yo'ldishini qor bosadigan bo'lyapti-da. Beshida qor bosadi ekan. Kirtingda ya boshqa yerda ularni karvatning o'ng tarafida yotibdi ekan. Shu o'ng tarafda yassili qor bosadi ekanda. Andan keyin bu taraqqiy qilib, yaqinda tushsaylis qildigan bo'lyapti. Ba'zida kechasi qo'piblam ishkoplarni oqtirib qishliq qilin bonayilarni yozning issiq kunlari kiyib yetib oldi ekan. Ba'zida o'zi shunda pokiz bola ekan, tishlarini cho'tkalab uxlaydi ekan. Tishini cho'tkalamasa uxlamaydi ekanda. Ba'zida kechada qo'pib achchiq bir nimalarni yeb tishini cho'tkalmay yetib qoldi ekan. O'zi qilmaydigan ishlarni qilib ketar ekanda. Bir xil birisi ahmoq qilayotgandek ishda bo'lib qoldi ekan kechada. Mushu uy chatoqchimi, meni bak bo'zaq qiladi deydi ekan. Lekin bu ayol hech qanday bo'lmaydi ekanda deb degan to'rdash. Shuning bilan bular o'ylab qolibdi-da, sening burun tanishlaringning nimasimi yo bu deb yo'ldoshim shunday chaqchaq qilib qo'ydi ekan. Shu ishda bo'laverib bu to'rdash hamda ba'zida kechasi ishlab qoladi ekan. Bu yo'ldoshi o'zining uyida yotolmay ko'tingda yotadigan bo'lib ketar ekanda. Shu ishda kunlarning bir kuni bu ayol to'rdashqa shu uyda zot minbarligi ko'rindi ekan. Hamda uyg'oq vaqt ko'rinmadi ekan, shu uxlayotgan vaqtda bir bu yangi birisi bordek tuyg'uga kelib qilib ko'zni ichib, no qarasa shu erining yotadigan yeri, mush karvatning o'ng tarafida, pastda birisi zo'zib o'ltirib, karvatga ikki qo'lini bunday qo'yib, ikki qo'lining ustiga enkini qo'yib, doim bir nimdan huzurlangandek bu ayolga qarab ashta o'ltirganda. Endi uning kiyim-kechaklari qanday ekan bir Malik Xanjulovning kinolarida vazir vuziralarning kiyimlari bor-ku. Beshigimda qalpoqi bor, uning usti qizil jiplar bor. Andikamda vazirlarning kiyimlari eslab keldi. Unda cho'ngroq vazirlarning ustidagi rasmlari jiqroq, azroqlar, kichikroqlarning azroq degandek. Bunikida unda rasm yo'q ekan, ammo ishtaq kiyim ekanda. Ishtaq Ching sulolasi davridagi kiyimlarni kiyib, ishtaq qo'lini ishtaq g'iralashtirib, uning ustiga enkini qo'yib, ishtaq o'zi qarab o'ltirgan ashaltida tunji qitim ko'rdi ekan buni. Shu ish o'tgandan keyin yana yo'ldosh ashak kelib yana qarab bosadi ekan. Ancha-muncha kechlari eshikdan qarab turganini ko'rib qoldi ekan o'sha odamning ash kiyim bilan. Shuning bilan bu ayolni bu ishlar qiziqib qolganda, bu kunduzi ko'rinmaydi, kechasi uxlaganda jiq ko'rindi bu deb. To'g'ridan ashtaq narsalarni izlab qarasa, ba'zilar hamda ashtaq o'zining tushida o'zini kontrol qila oladigan iqtidori bo'ladi ekanda, ashtaq narsalarni ko'rib qoldi ekan. Shu tushinglarda agar ashtaq bir odamlarni ashtaq bir ishlarni ko'rsanglar, sinab boqsanglar bo'ladi, shu o'zinglar badninglardan chiqib, ashunaqaga berib bir ishlarni qila olasizlar deb shuni ko'rib qopti bu ayol to'g'ri. Ko'rgandan keyin bir kuni shu yana ashtaq tush ko'ribdi, yo'ldosh yo'q ekan. Qarasa bu odam yotoq uydan qarasa ko'ting ko'rindi ekan, ko'ting yilqinda gençlarni tizdigan aynaklari bor, cho'ng jihozlar bor, ashtaq jihozning oldida aynakka qarab turibdi ekanda, qo'lini kaynak qilib, giz odam ekan, shundan giroy odam ekan. Shuning bilan bu qo'pib boqaymi deb bu ayolning do'yinikiga esidi bor. Tushlikni biladi ekan. Tushni kontrol qilishdan buni. Qo'pib boqaymi deb qo'pidi ekan. Qo'psa ras o'zining badanidan mustaq ko'tarilib chiqadi ekan, lekin kayniga qarab badaniga qarashdan qo'rqidi ekan. O'zimning yotgan vaqtimni ko'rib qolsam qo'rqib ketaman, bir chatoq bo'lib qolmasin, kelanmay qolmay, badaniga qaytib kelanmay qolmay deydi ekan. Shu o'rnidan qo'pib el qadamini chiqadi ekan. Chiqib endi uningga gap qilmoqchi bo'lib, tunji degan gapi shu. Mana Saypiyoning nomerini deb bersam bo'lamdi deb shunda so'raydi ekanda. U odam yo gap qilmaydi ekan. Bu ayolning o'ylig'ini bunday mustaqras ashtab bo'lib qolsa, deb bir qolsa, men esim tutib olsam, deb deb shuni so'rabdi ekan. Sonra u keynigini qaramaydi ekan, bir xil nima o'yildiki, uni gap qilmaydi ekan. Bu ayol keyndan berib, paq mo'rishib urib boqmoqchi bo'lib, ikki qo'lini ko'tarib, yana akilishi qila.
beline tatılıp kirgandek hoplam yaşar uyg'onib ketar ekan. Shu kundan boshlab u yo'qolib ketar ekan. Shu oyim debdi, oxirisida o'zim chaqchaq qo'yibdim, balkim mening niyatimni yaxshi emasga deb, men aynam kamaydigan bo'ldim, meni pulg'amroqga deb o'shib qoldimi deb, shunda o'ylab qolibdi endi bu to'rdishimiz. Bu shunday qiziqarli saytlar to'g'risidagi hikoya ekan. Shunga sizlar bilan o'rtoqlashdim. Endi uchinchi hikoya bir to'rdishimizning akalarining bolalarining bo'lib o'tgan ekan. Bularning uyida ikki cho'ng akasi bor ekan. Bu ikki akasi savdogar ekanda. Bular bir binoning cho'ng uyi, masalan, birinchi davonning birinchi qavatida bo'lsa, ikki akaning uyi ikkinchi davonning 5-qavatining udul-mudul shunday ikki uy ekanda. Shuning bilan bular savdogar bo'lgandan keyin cho'ng akasi boshqa bir shaharda savdo qiladi ekan. Cho'ng akasining ayoli cho'ng uyda turadi ekan. Ularning udulidagi ikkinchi akasining ayoli bolalarini biroq eplam, u aka yana bir shaharda savdo qiladi ekan. Demak, bu ikki uy to'liq bekor qiladi ekanda. Endi cho'ng akasining ayoli to'liq kirib, shu uylarda turib, bolalari bor ekan, bolalar bilan cho'ng turadi ekan. Tomoq birimlarga yendiki davondagi cho'ng uyga chiqadi ekan. Ashtaq o'tadi ekanda. Endi bu arx ko'rinish. Endi shunday kunlarning birida bu cho'ng akasining ikki qizi ashada emasmi? Shu uyda turdi ancha-muncha. Shu bizga birisi qarayotidi deb qoldi ekanda. Shunda qo'rqinchli birisi bizga qaraydi debdi shu uyda. Opus qarasa hech kim yo'q. Voy nada undaq desa, rost bizga qarayotidi bir ayol, egiz ayol dedi ekan. Shu bu bolalar nima deydiganini aytgan, ya'ni e'ron qilmayotganda, kichik bolalarni ashta ko'rib qoldi deydi ekan. Yana jiq e'ron qilmayotgan bir kuni cho'ng qizi yuzini yuvay deb shu chiziqqa kelib, hozir yuzini yuvayotgan vaqtda, ko'z yumildi-ku yuzini yuvgan vaqtda. Yuvib ko'zni shunday qilib ichishig'a, shu chiziqning ostida suv turgan teshik bor-ku. Shu teshikdan bir ko'z qara buldiganda qizga. Shunda bir qo'rqib, chaqirib, yig'lab ketar ekan. U unda bir bo'ladi ekan. Keyin shuning bilan bular endi kichik akasining uyiga kirib boqayli, narsalarga qarab qo'yayli deb bir kuni ikkinchi akasining uyini ochdi ekan. Ochganda ikki kichik qiz shu uyga kirib, birdan yugurib yenib chiqib, voy mushtaq. Bir muncha kichik bolalar bor ekan uyda o'ynayotibdi deb boshladi aytganda. Bu cho'nglar hayron qoladi ekan. Orasida endi shu kichik bolalarning orasida birisi mana cho'ng akasining qo'shqidi bor ekan. Shu qo'shqig'i choplashib oladi deb shunda aytganda bir kichik bolani. Shu choplashgan peti shu uydan birga chiqib, shu cho'ng uygacha birga kirgan ekan kichik bola. Bu cho'ng uyda endi buvay-mo'may ikkisi o'zining o'jirisida bo'lgandan keyin, cho'nglarning o'jirisi bo'lgandan keyin shu yerdan qo'rqamdi. Shu o'jiriga kirmayotgan, ammo cho'ng uyga kirib boshqa yerlarda yuravergan kichik bola. Sonra bu nima bo'lib ketdi, bu ikki qizni boshliq deb birlarini izlaydi ekanda, mushtaq bo'tdi. Bizning uyda bir ayol ko'rindi. Uyga kirsak jiqqida kichik bolalar ekan deydi. Orasidagi birisi cho'ng uyga chiqib bizga ergashib kiribdi. Qandaq ish deb desa, ular ko'rib endi shu sinalgan shovchining o'rnida burun naq shu davonning ostida bir tupkona uzum daraxt bor ekan, daraxt uzumchi. Ayshada uzun zamonlardan beri yashab kelayotgan og'ini bolalar bor ekan. Endi bularning u daraxtini kesib yetib o'rniga bino siyotgandan keyin bularni boshiga ketmay, mushlarning uyida qarasa odam yo'q bo'lgan ekan. Shu ikki uyni makon qilib, u birni shu cho'nglarning turadigan yeri, yana bir uyni kichiklarning turadigan yeri qilib, shunda qilibdi ekan. Shundan keyin u yerlarga bir nimalarni qilgan bo'pti, amallarni qilgan bo'pti. Shuning bilan ikki kichik qizg'ini ko'rinmas bo'lib o'ng'ishlab ekan bu ishlar. Mana bu 3-hikoya bo'ldi hamsa. Davomli qo'llab kelayotganlarga rahmat. Biz yana kuchab, tarqitib, imkon sezib, yurak berib qo'llab qo'ygan bo'lsanglar.